2015 mi aniq? 15. Tek pasportlar ham 15 mi? 100%. Avtomat. Zavodskoy avtomat. 100%. Narxi 5000 mi? Yo, 4000 mi? 5250 ga beramiz. Qarang, 5250 emas, 5200 savdosi bor deb qo'yaman, xo'pmi? Bo'ldi, sani подписчиklaringga mayli. Bo'ldi akajon. 169 ming yurgan zavodskoy avtomat deblar, salonlari yaxshi holatda. Aka-ukalar, yana ko'rib, tekshirib, savdo qilib olishingiz mumkin. 5200 savdosi bor deb qo'yapmiz. Mana bu orqalarning holati. Egasi nomerini qo'yaman, videoning oxirida bo'ladi. Mana bagajlarning holati. Benzinda ekan mashinamiz 4 ta yangi ekan baloni, Cobalt diskalar qo'yilgan. Aka, kraskasi qayerda bor? Faqat to'g'risini ayting, yolg'on gapirmang. Kriloda, eshikda, shu bitta bokida deyaverdi. Mana shu bir tomonigami? Nima fura urganmi? Yo'q, qirganda endi darvoza. Almashmaganmi hech qayta detali? O'zinikimi? Ha, mana Ko'rib tekshirib oladi. Qayerma odamlar? Gazi yo'q ekan-ki buni. Benzinda yurgan. Motor qadoylari zo'rmi? Birlik motorda ekan, ha? Bo'ldi, nomeringizni qo'yaman. 5200 savdosi bor deb qo'yaman, xo'pmi? Bo'ldi, sana podpishchilaringga o'tkazib beraman.